Assalomu alaykum. Suhbatimizga xush kelibsizlar. Va bugun mana birinchisini boshlab olsak bo'ladi inshaalloh. Alloh o'zi manfaatli qilsin. Bugun aytib bermoqchi bo'lganim bu hikoya hayotimizda ko'p uchraydigan, o'zimizni unda aksini topadigan bir hikoyadir. Xulosalarni oxiriga qoldiramiz va keling bo'lmasam boshlasak bo'ladi. Jahongir hech bir insonlarni bilmasdan ayblab qo'yganmisiz? Javobim sizchi? Bo'lgan hayotimizda. Endi inson o'laroq hammamizda bu nima bo'ladi? Albatta bo'ladi. Bir inson bozordan qaytayotganida ko'rdiki, endi bir eski davrlarda, sahrolik, cho'llik paytlarida, zamonlarda ko'rdiki, insonlar ulovlarini bog'lab qo'yishligi uchun u yerda na bir qoziq bor, na bir daraxt bor. Va inson dediki, men bir qoziqlarni keltirsam-da, bir chiroyli holatlarga keltirib insonlarga bir foyda qilsam dedi. Va shunday qildi ham. İnsanlar juda xursand bo'lishdi. Deyishdi, hech bir shunga qo'limiz bormayotgan edi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Nima qildingiz? Bir mushkulimizni oson qildingiz dedi. Uni haqqiga bir ko'plab duo qilgandek bo'lishdi, bir go'zal holatda bo'ldi. Biroz vaqt o'tdi. Bir inson keldi va bu qoziqlarga termilib qoldi. Yana bir o'ydan bir termilib qarab qoldi va ularni nima qildi? Bir sug'urib olib chekiga bir qo'ydi-da, ketganday bo'ldi. Insonlar dedi, nimaga bu inson bunday qiladi yani? Badduo qilib tashlashdi-da haligi joyda. Inson sifatida hammamizda shunday bo'lib turadi misol uchun. Lekin kechroq anglab yetishdiki, birinchi inson qanday bir go'zal savobga ega bo'lgan bo'lsa, ikkinchi inson ham xuddi shunday bir go'zal savobga ega bo'lgan ekan. İnsanlar taajjublanishdi va so'rashdi, qanday qilib bo'lishi mumkin yani? Nima bor buni ortida? Qiziqishdi va jur'at bilan so'rashdi. Inson dedi, ya'ni qoziqlarini olib tashlagan inson. Meni noto'g'ri tushunibsizlar shekilli. Men bu ishni qilishimdan maqsad ko'rdimki, u yerda bu qoziqlar ozgina bo'lsa-da bir ehtiyotsizlik bilan nima qilingan, qoqilgan va bu insonlarga zarar yetkazishligi mumkin. Ular bu yerdan toliqib ketishlari mumkin, yiqilib tushishlari mumkin. Men dedim-da, bularni bir chekiga qo'yay-da, ishlarimni bitiray, hammasini hal qilay-da, o'zim bir chiroyli holatga keltiray dedi. Inson sifatida bir ko'ramiz, gunohni ustida ushlab olgandek bo'lamiz-da. Ya'ni bir o'zimizni avliyo hisoblaymizmi yo boshqa? Lekin aslida keyinchalik uyalib qoladigan kim bo'ladi? Biz bo'lamiz. Nima uchun? Ya'ni u insonning bu ishni qilishining orqasida bir go'zal bir ifoda borligi uchun, bir maqsad borligi uchundir ya'ni. Demak, chiqaradigan xulosamiz birinchi shu bo'ladi. Har bir ko'ringan narsa aslidek bo'lmasligi mumkin. Albatta keyingi xulosalarni sizlarga o'zingizga qoldiramiz. Shunaqa. Omon bo'ling.